Endi esa biz qanday qilib xarajat yoki daromad qo'shishni o'rganib chiqamiz. Uning uchun biz o'rtadagi plus tugmasini bosamiz. Bu yerda ikkita bo'lim bor: xarajat qo'shish va qarz qo'shish. Hozir biz qanday qilib xarajat qo'shishni ko'rib chiqamiz. Masalan, taksiga 50 ming so'm xarajat qildim. Hozir qanday qilib shu xarajatni qo'shishni o'rgataman. Uning uchun birinchi o'rinda miqdorni yozamiz, keyingi tugmasini bosamiz va bu yerda biz xarajat toifasini tanlashimiz kerak. Bu yerda biz hisobni tanlashimiz kerak. Endi esa yaratish tugmasini bossangiz yetarli. Agarda xohlasangiz siz har bir xarajatga izoh yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, uydan ishga va endi yaratish tugmasini bosamiz. Ko'rganingizdek, xarajat avtomatik ravishda ilovaga qo'shildi. Va agarda xarajatni noto'g'ri kiritgan bo'lsak, uni bemalol tahrirlashimiz yoki o'chirib tashlashimiz mumkin. Agarda xarajatni o'chirib tashlasangiz, undagi pul miqdori avtomatik ravishda balansingizga qaytadi. Endi esa qanday qilib daromad qo'shishni o'rgatamiz. Uning uchun tranzaksiya qo'sh bo'limiga o'tamiz va bu yerda biz miqdorni olamiz. Masalan, men bugun 100 ming so'm pul ishlab topdim. Uni qanday qilib kiritaman? Shunchaki miqdorni yozaman, keyin esa daromad toifasini belgilayman. Undan so'ng hisobimni tanlayman, yaratish tugmasini bosaman va nihoyat daromad tranzaksiyamiz qo'shildi. Asosiy bo'limga o'tib, umumiy balansingizni va qo'shgan xarajatlaringizni va daromadlaringizni ko'rib turishingiz mumkin. Va kategoriyalar bo'limida siz hammasi tugmasini bosib, qancha pul xarajat qilganligingizni va daromad qilganingizni ko'rishingiz mumkin.